Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Murod akademiyasi Oltinsoy Agro yosh iqtidor egalari 2-qism 17-mavzu. O'tgan safar 22gachasini tushuntirib bergandik, to'g'rimi? 23 dan boshlab bu yerni ham berdik. Lekin keyin yana ham ko'rsatib beraman dedim. Hozir ko'rsatib beraman. 23 dan bu yerni ko'rsatamiz, keyingi mavzu bilan. Ikkinchi qism 7-mavzu. 17-mavzu. Quyidagi ABC, ABMN va NMSda to'g'ri burchaklar. Rasm chizaylik. ABCda to'g'ri burchak bo'lgan, uni Mni kesma 2 ga bo'lgan. Buning yuzi 18, buning yuzi 63. Agar bu to'g'ri burchaklarning tomonlari natural sonlar bo'lsa, ABCda to'g'ri burchakning perimetrining eng kichik qiymatini toping. ABCda katta to'g'ri burchak perimetr ABCD. Bu degani ABCda to'g'ri burchakning perimetri degani. O'shaning eng kichik qiymatini topishimiz kerak. Endi bunday qilamiz hozir sizlarga. 124 bo'lgan masalan holatlar ko'raylik. Masalan, birinchi holat. Masalan, 4 ga 6. 124 mi? Ikkinchi holat. 3 ga 8. Uchinchi holat. 12 ga 2. Bir tomoni 12 ga tomon. To'rtinchi holat. 24 ga 1. Hammasining yuzasi 24, to'g'rimi? Buning ham 124, buning ham 124, buning ham 124. Endi mana bu holatdan perimetr topib ko'raylik. Necha bo'ladi? Bu holatda perimetr. 20. Bu holatda perimetr. Buning perimetri. Buning perimetri. Yuzalari bir xil bo'lgan to'g'ri burchaklarning perimetrlari har xil bo'lishi mumkin. Mana bunda 20 chiqdi, bunda 22, bunda 24, bunda 26. Shundan xulosa qilish kerak. Agar to'g'ri burchakning eni bilan bo'yini bir-biriga yaqinlashtirishga harakat qilsak, ya'ni qaysi? Manami? Mana Xo'p, qaraymiz. 56 deb o'ylayman. 50. Qaraymiz. Yuzalari bir xil bo'lgan to'g'ri burchaklarning perimetrlarini topdik. Bunda perimetrlar har xil bo'ladi. Endi agar xulosa qilishimiz kerak shu yerdan. Agar to'g'ri burchaklarning eni bilan bo'yini bir-biriga yaqinlashtirishga harakat qiladigan bo'lsak, o'shanda perimetri kichikroq bo'ladi. Masalan, 1 ga 24 emasda 4 ga 6 deb oladigan bo'lsak, bir-biriga iloji boricha yaqinlashtiradigan bo'lsak, shunda perimetri nima bo'ladi? Kichkina bo'ladi. Bir-biridan maksimal uzoqlashtiradigan bo'lsak, demak perimetr katta chiqadi. Hozirgi masalamizda mana A, B, C, D to'g'ri burchakning perimetrini nima qilishimiz kerak? Kichik holatni topishimiz kerak. Buni perimetri kichkina bo'lish uchun bu kvadratga moyilroq bo'lishi kerak. Ya'ni eni bilan bo'yi bir-biriga yaqin bo'lishi kerak. Orasidagi farq kamroq bo'lishi kerak. Buni o'lchasam bo'ladi-ya. Bu tutursin bu ham bir muhim ma'lumot sizlar uchun. Endi bunda eni bilan bo'yini bir-biriga yaqinlashtirish uchun bo'yini sal uzaytirish kerak. Demak, mana bu tomonni men kattalashtirib olaman. Mana bu kesmani. AB va MN. Endi mana shu tomon, mana bu tomon. 18, mana ikkalasini ko'paytirganimizda 18 chiqqan, to'g'rimi? Mana bu ikkalasini ko'paytirganimizda 63 chiqqan. Keyin mana bu yerdagi son kattaroq bo'lishi kerak. Demak, 18 ham shu songa bo'linishi kerak. 63 ham shu songa bo'linishi kerak. 9. Yana ham kattalashtirib bo'ladimi? Yo'q. Kattalashtirib bo'lmaydi. G'afardosga qara. Demak, men bu kesmani 9 deyman. Buni 9 deydigan bo'lsak, mana 9. Mana bu yerda necha bo'ladi? 7. Bu 9 tomoni bu yerda 2. Qaranglar, bu tomoni ham 9 bo'ldi, bu tomoni ham 9 bo'ldi. Bir-biriga maksimalni yaqinlashdimi? Xo'p, bunda endi perimetr necha chiqadi? Kvadratga 36 qoldi.
Agar shuni, mana shuni. Mana tomonni 1, bu tomonni 18 deganimiz ham bo'lardi. Mana balandligi 1, eni 60 deganimiz ham bo'lardi. Unda bu tomon 63 ga 18 qo'shilardi. 81, 81 ga 1 bo'lardi. Unda perimetri 81 ga 1 ni qo'shib ikkiga ko'payishimizga to'g'ri keladi. 164 mi? 81 ga 1 ni qo'shib ikkiga ko'paysa 164. 164 bo'lib ketadi. Lekin bizga perimetrning eng kichik qiymati so'ralyapti, 36 bo'ladi. Agar perimetrning eng katta qiymati so'ralsa, bir-biridan maksimal uzoqlashishga harakat qilasiz. Masalan, mana uni ham bir-biridan eng uzoqlashishga harakat qilsam, bo'yini kichkina, enini juda uzoq qilishimiz kerak. Yoki teskarisi, bo'yini o'zi eni katta qilishimiz. Hozirgi bu holat bo'yicha bo'yini katta qilish kerak, agar perimetrning eng kattasini so'rasa. Ikki holatdan bittasi bor, yo bir-biriga yaqinlashtiradigan holat bo'ladi, yo bir-biridan eng uzoqlashgan holat bo'ladi. Bittasi eng kattasi, bittasi eng kichkinasi bo'lib qoladi. Bu savol tushunarli bo'ldimi? Bu savol. ABC'da to'g'ri turuvchakning perimetrining eng kichik qiymati toping. Perimetrning eng kichik qiymati 36. 36 cm. 24-savol. Aylanada birdan boshlab 10gacha bo'lgan doirachilar bor. Azamat bir ikkinchisiga karrali ixtiyoriy juftlikni kesma orqali tutashtirib chiqdi. Rasmda shu kesmalardan bittasi ko'rsatilgan. Xo'p. Nechta kesma hosil bo'ladi, deyapti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5ta. Qaranglar. 11 ga bo'linadi, to'g'rimi? 10 dan 1 ga borsam bo'ladimi? Shu 7 ham bor-da shu. 9 dan 1 ga boradimi? 8 dan 1 ga bo'linadimi? 7 ham 1 ga bo'linadimi? 6 ham 1 ga bo'linadi, to'g'rimi? 5 ham 1 ga bo'linadi. 4 ham 1 ga bo'linadi. 3 ham 1 ga bo'linadi, 2 ham 1 ga bo'linadi. 1 ga bo'linadiganlar tugadi. Nechta chiqdi? 9 ta. 2 ga bo'linadiganlari 10 dan 2 ga boradi, to'g'rimi? 8 dan 2 ga boradi. 6 dan boradi. 4 dan boradi. Nechta? 4 ta. 3 ga karralar. 9 dan boradi. 6 dan boradi. 2 ta. 4 ga karralar o'zi bitta. 5 ga karralar o'zi bitta. 6 ga karrali? Yo'q. Bu tugab yo'q, o'tib o'tishing kerak yo'q. Nechta deyapti shu yerda? 9 ta, 4 ta, 2 ta, 1 1. 9 ga 4 13, 15, 16, 17. 17 ta kesma. Tushunarlimi 24? 25-savol. Jamshid quyidagi kartochkalarda qanday son yozilgan bo'lsa, ularning orqa tomoniga shu sonning bo'lishlaridan biri yozildi. Agar Jamshid yozgan sonlarning barchasi har xil bo'lsa, ularning yig'indisi eng kam nechaga teng bo'lishi mumkin? Yana bitta kartochka mana. Bu iPhone mi bu? Gelmiş. Ehtiyot bu. Mana 35 kartochka, 77, 55 va 91. O'sha sonning orqasiga deyapti, uning bo'luvchilaridan biri yozilgan deyapti. Hozir uning bo'luvchilari shu yozib chiqaman. Qaysi yozilganini fikrlab topamiz endi. Mana 35 ning bo'luvchilari yozing. 1 5 7 5. Mana shulardan bittasi bor buning orqasida. Aynan qaysi birligini hozir fikrlab topamiz. 77 ning orqasiga ham 1 bor, 7 bor, 77, 11 bor, 77 bor. To'g'rimi?
55 1 bor, 5 bor, 11 bor, 55 bor. 91 deki. 1 7 3 ga bo'linmaydi. Ha. 13 91 bu bo'lishi mumkin. Agar Jamshid yozgan sonlarning barchasi har xil bo'lsa, masalan, bu yerga 7 yozdim, bu yerga 7 ni olmaysan. Masalan, mana yerga 5 bo'ladigan bo'lsa, qolganiga 5 olmaysan. Ularning yig'indisi eng kam nechaga teng bo'lishi mumkin? Demak, kichkinaroq qilib olishga harakat qilamiz. Qaranglar. Hozir mana undan birda olaman. Nimaga desa? Yo'q, bundan birda olmayman. Shundan birda olsam bo'lar ekan. Sababi, agar mana undan birda olsang, mana ulardan 7 ni olishingga to'g'ri keladi. Chunki bular birni olib qo'yding-ku. Katta sonni olib olishingga to'g'ri keladi. Lekin mana undan birda oladigan bo'lsang, bundan kichkinasini tanlasang bo'ladi, 5 tanlasang bo'ladi. Shuning uchun bundan birda tanlayman. Endi yana kattaliklar mana unga qarayman. Katta sonlar bunda ko'proqda, birdan katta son boshlangan. Birdan keyin demak 7 ni bundan tanlayman. 5 ni bundan tanlasam, agar yo'q, 5 ni bundan tanlab qo'ysam, bundan 35 tanlashga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Shuning uchun 5 ni bundan tanlayman. Bu necha qoladi? Bu 11 qoladi. Tushunyapsizlarmi? Bundan tanlasam 35 tanlashga to'g'ri keladi. Endi bularning yig'indisi deganmi? 24. 5 11 16 22 mana o'yin bora. Mana 1mi, mana 1 11mi? 1. Xo'p. 18 19 24 ekan. Tushunarli bo'ldimi? 25. 26-savol. Yigirma oltinchi kursdan shu bilan bu mavzu yakunlanadi. ABC'da to'rtburchakning yana xuddi shunday. ABCD to'rtburchakning perimetrining minimal qiymatini so'rayapti. Yaxshi. Minimal qiyish uchun bu eni uzunga o'xshab ko'rinyapti, to'g'rimi? Biz bo'yini uzaytirib, enini kaltalashtirishga harakat qilaylik. Bo'yini eng uzaytirsak, masalan, mana bu yerdan topsam, necha bo'lishi mumkin? 8 ning ham 24 ning ham bo'luvchisi. Va o'sha sizlar topayotgansa kattaroq bo'lishi kerak. 1 ham bo'ladi, 2 ham bo'ladi, 4 ham bo'ladi. Yana ham kattaroq birmi? 8. 8. Endi mana bu tomon 8 bo'lsa, bu tomon necha bo'lsa, yuzasi 8 bo'ladi. 1. 124, bu tomon 8, bu tomon necha? 3. Endi u bunday esa juda uzayib ketdi bu debana. Az ko'ramiz uni. Bu tomon 1, mana bu tomon necha bo'ladi? 18 bo'lsin, 18. Endi buni bo'yi juda uzun bo'lib ketibdi. Eni 4, bo'yi 26 bo'lib ketdi. Endi qilmaymiz. Biz perimetr kichkina bo'lsa bir-biriga yaqinroq bo'lish kerak. Ya'ni mana bu tomon bilan bu tomon bir-biriga yaqin chiqish kerak. Hozir 26 ga 4 bo'lyapti. Bu holatda qo'yib turamiz. Boshqa endi 8 masda yana nechilik ko'rsak, 4 deb ko'ray masalan. 4 bo'lsa bu tomon 2 bo'ladimi? Mana bu tomon necha bo'ladi? 6. Endi sal yaqinlashyapti. Mana bu tomon endi bu tomon 18 bo'lmaydi. Bu tomon 9 bo'ladi. Bu tomon 13, bu tomon 8. Hali ham bo'y uzun bo'lyapti ya. Yana ham pastga tushirib bo'ladimi? Bo'yi 13, eni 8. Yana ham kattalashtirib bo'ladimi? Agar 8 ni qo'yadigan bo'lsam, yo'q, u bo'lmay qoladi lekin 8 ni qo'ysam juda katta farq bo'lib ketadi. Xo'p, shu holatda topib ko'raylik perimetrni. Mana bu tomon endi necha bo'ldi? 9 ga 4 13. Bu tomon endi perimetri 8. To'g'rimi? 8 ga 13 ni qo'shadigan bo'lsam 21 42. 2 ga ko'paytiriladi. Boshqacha qiladigan bo'lsak, o'zgarib ketadi. Bundan katta son chiqib qoladi.
Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi. Ha, buni ko'chiruvdi. Bu oldingi mavzu ulgurolmay qolgan misollarimiz. Yana 18-mavzu ekuk va ekuk degan mavzu etamiz.